oila bilan vaqt o'tirish eng mazmunli, mana shu eng yoqadigan mashg'ulot desak ham bo'ladi. Chunki biz ko'p chet elda bo'lamiz va oilani sog'inamiz. Shu boisdan bugun yana Darita Sukun maktabidan kelib, bayram uchun mana mustaqilligimizni 33 yilligini hozir bayramimiz bo'ladi. Shu sababli oilaviy yig'ilish bor. O'tiramiz. Shu sababdan oilaviy kelib, yana xarajatlar qilyapmiz. Hozir Xorazmda niyat qilib turibman bir haftaga. Bu hozirgi kunda men uchun ko'p muddat, chunki har safar kelganimda 2 kun, 3 kun tez chaqirib qolardilar tadbir yoki bir boshqa munosabati bilan. Hozir niyatim bir hafta yurib, oilam bilan bo'lib, Xorazmni energiyasini olib ketish, xudo xolasa. Rejalar qilinib turibdi, xudo xolasa, menejerlarimiz ishlab turibdi shu jang ustunda. Hali aniq emas, lekin xudo xolasa yil oxirigacha yangiliklar bo'lib qolishi mumkin. Shu sababdan kutib turinglar, xudo xolasa tayyor bo'linglar deydi-ku. Nasib qilsa katta janglarni yana rejalashtirish niyatimiz bor. Xudo xolasa yana boshqa kamallar uchun olg'a intilamiz. Xudo xolasa yurtimizga toza kamallarni kelamiz, nasib qilsa inshaalloh. Xudo xolasa.